Ko'pkari Mard chavandozlar bahsi. Azaldan bu kurash yigitlarni chaqqonlik va halollik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etgan. Milliy xalq o'yinlarimizdan bo'lgan Ko'pkari aslida 1000 yillik tarixga ega. Yuzlab chavandozlar ot ustida o'z mahoratlarini namoyish etishar ekan, bu o'yinlar o'zbek o'g'lonining or nomusi sifatida avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Hayot maydoni bilsang, asli o'zi Ko'pkari. Respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan chavandozlar bugun rostmanasiga ajoyib Ko'pkari bahsini uyushtirishdi. Bu yerga yig'ilganlar, to'planganlarning barchasi bunga guvohlik qilmoqda. Va aytish o'rinliki, Ko'pkari uloq bahslari milliy sport turlarimizdan biri bo'lib, unga qiziqish hozirda kuchaygandan kuchayib bormoqda. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida joylashgan Laylakuya maydoni bu gal ajoyib Ko'pkariga guvoh bo'ldi. Tashkil etilgan Ko'pkari uloq bahslarida nafaqat chavandozlar, balki estrada yulduzlari ham ishtirok etishdi. Mana shu sportimiz bu tarixiy sport bu. Eski ota-bobolarimiz davridan bu bizning milliy sportlarimizdan. Bizda zo'r uloqchilar, mana ko'rib turibsiz, qancha chavandozlar, mana hozir o'yin ketyapti, uloqchilar. Bu sportchilarning hozir 200 dan ortiq polvonlar bor mana shu yerda uloq chapayotgan chavandozlar. Bu uloq deganda otda yo'dan bu yoqqa yugurib yurishmasu, bu yerda erkak kishi o'zini g'ururini, kuchini, oriyatini, haqiqiy pahlavonligini bir nimasini ko'rsatadigan maydon-da bu, mardi maydon. 10 mingga yaqin Ko'pkari ishqibozlarini jamlagan mazkur bellashuv ishtirokchilar yodida uzoq vaqt saqlanib qoladigan bo'ldi. Sababi yurtimizning turli go'shalaridan kelgan chavandozlarning murosasiz kurashlarga boy kechgan bahslari bilan bir qatorda taniqli san'atkorlarning eng sho'x taronalari uloq Ko'pkariga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Darvoqe yulduzlar ishtirokidagi mazkur Ko'pkari shouning to'liq namoyishini tez kunlarda telekanalimiz orqali kuzatishingiz mumkin.